Hozir mana zafaron, Saudiyadan kelgan zafaron choyini mevalar bilan damlashni mana o'rgataman hozir. Mevalarni mana kichkina qilib to'g'rab olib, keyin oppoq mana suvlarga jamlaymiz mana. Apelsinda mana suvdan oxirdan daqil chiroyli qilib suvni siqiladi. Ancha suv tushadi. Choyimizning suvi tayyor bo'ladi. Juda ham xushdan mevali suv bo'ladi. Ya'ni buni juda ham bir foydali taraflari ko'p. Ayniqsa asabni tinchlantirish tarafidan juda ham qo'l keladi. Tayyor vitaminlarga boy choy bo'ladi. Qopqog'ini yaxshi bekitib, yaxshilab buni bir-biriga aralashtiradi. Keyin 20 minut buni saqlab, mana ishlarni ko'rsatdim. 20 minut saqlab, keyin xudo xolasa damlaymiz. Mana endi aralashgan holatida ko'ring mana. Tayyor mana sokli bo'lyapti. Suvi urug'lari mana pastda qoladi. Azizlar, meni choylarga rosa ham ishqibozligimni juda ko'pchilik biladi. Shuning uchun menga juda ko'p choylar sovg'a qilishadi. Mana shu choylar hammasi toza Xitoy, Tayvan, Vyetnam, Arabiston, Saudiya Arabiston choylari. Endi bu choylarni damlashda shu narsaga e'tibor berish kerakki, toza deli suvlari, ruqiya suvlari va shunga o'xshagan toza filtrlangan suvlarda damlashlikni tavsiya qilaman. Endi bu choylarda juda ham insonga foydali xususiyatlari juda ko'p. Asosan asab tizmalari, sahar kasalliklariga qarshi hammasi mana shifobaxsh toza choylar. Mana choylar olamini ko'ring. Men o'zim ishqiboz bo'lganim uchun mana shularni hammasini har xil usulda damlashlik qonun qoidalariga rioya qilgan holatda damlayman. Buni sizlarga ham shunaqa qilib damlab ichishlikni tavsiya qilaman. Hamma choylarda hamda. Mana bu hattoki sahrga ham shifobaxsh choy. Mana ko'rsalaring. Bu kesib turib damlanadigan choy mana. Ozginadan kesib turib damlanadi. Nihoyatda shifobaxsh choy. Xitoy toza choylaridan. Mana mevalardan tayyorlangan tayyor mana suvimizni endi tepaga qo'yamiz. Azizlar, mevalarni. Bundan keyin mana shu zafaron Saudiya choyini bunga aralashtiramiz. Ozgina qaynatib turib. Mana endi boshlaymiz mana. Mana choylar olami. Mana endi choyni ochish harakatini qilaveramiz. Choyni mana sekin qo'shib olamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana rosa avjiga chiqdi. Endi buni aralashtiramiz. Choymisan choy bo'ldi. Rosa ham shifobaxsh. Mana shu choyimiz mana 1,5 litr bo'ldi. Bir dona mana shunaqa zafaron choydan qo'shiladi. Endi bu tayyor bo'lgandan keyin mana grafinga bemalol. Shundan keyin azizlar xuddi suv singari bemalol mana stakanlarda quyib dam olib ichib o'tirishingiz mumkin. Bismillahirrohmanirrohim. Tavsiya qilaman.